Assalomu alaykum barchaga. Kecha bir avtomaktab uchun kichkina dastur tuzib bergandim va bu dasturda umumiy holatda o'quvchilarni ro'yxatga olish, ya'ni guruhlar bo'yicha ro'yxatga olish, ulardan ma'lum bir davrlarda to'lovlarni qabul qilish va shu ma'lumotlar asosida shakllanuvchi turli xil hisobot formalari edi. Lekin bugungi videomiz bu haqda bo'lmaydi. Ya'niki bu yerda ro'yxatga olish jarayonida bitta masalaga kichkina yechim berib o'tilgan. Mana shu haqida bugun ko'rsatib o'tmoqchiman. Ya'niki bu yerdagi asosiy masala nima? Biz guruhlarga 12 tadan ortiq o'quvchini qabul qilmasligimiz kerak. Ya'ni bilmaymiz biz masalan guruh bo'yicha o'quvchilarni mana shunaqa tartibda qabul qilayotganligimizda birinchi guruhga yoki qaysidir bir guruhga 12 tadan ortiq 13 ta, 14 ta va hokazo o'quvchini qabul qilib qo'yish ehtimolligimiz mavjud. Ana shuni oldini olish uchun bugun Excel'dagi komandalar yordamida yoki formulalar yordamida mana shunga yechim topishni ko'rsatib o'tmoqchiman. Keling, bu yerda hozir jadvalimiz 1000 ta o'quvchiga moslashgan. Buni biroz qisqartirib olamiz va hozir qo'shimcha ustunda bir formulani yozib, keyin buni данных vkladkasidagi проверка данных orqali buni qanday qilinishini ko'rsatib o'tmoqchiman. Xo'p, bu yerda hozir bizni listimiz bloklab qo'yilgan ekan. Buni yechib olamiz birinchi. Va endi formulani yozishga kirishamiz. Xo'p, birinchi qiladigan missiyamiz bizda nima? Mana shu guruh tartib raqamlarini yozib borishda har bir guruhni sanog'ini chiqarib olishimiz kerak. Buning uchun bizga kerak bo'ladi shot если funksiyasi. Xo'p, shot если funksiyasini belgilab olamiz. Umumiy diapazon, bu yerda ko'rganimizdek ikkita kriteriya bor. Birinchisi diapazon va diapazonni F4 orqali fiksatsiya qilib qotirib qo'yishimiz kerak. Va buni kriteriyasi uchun har bir qatordagi ana shu guruh tartib raqamini belgilab olamiz va natijani ko'ramiz. Ko'rsak va formulani pastga tortib mana ko'ramiz. Hozircha birinchi guruhga 3 dona o'quvchi qabul qilingan va ikkinchi guruh uchun 2 dona o'quvchi qabul qilinganligini ko'rishimiz mumkin. Agar biz yana birinchi guruhga ma'lum bir o'quvchini qabul qiladigan bo'lsak, mana 4 ta o'quvchi bo'lyapti. Va hokazo mana shunday tartibda biz guruhlarni deylik umumiy ro'yxatimizda aralash holatda yozadigan bo'lsak ham, bizga har bir guruhni o'quvchisi sanog'i mana shu qo'shimcha ustunda ko'rinib turadi. Bu keyinchalik o'chirib tashlaymiz, bu kerak bo'lmay qoladi. Faqat biz hozir mantiqni tushunib olishimiz uchun bu narsani qo'llab turamiz. Xo'p, endi nima qilamiz? Biz bu yerga shart berishimiz kerak. Hozir agar biz bu qiymatimizni kichik deylik 12 dan qiladigan bo'lsak yoki 13 dan qiladigan bo'lsak deylik, bizda istina qiymati qaytarilib qoladi. Yoki umumiy holatda formulani qo'llasak, hamma holatimizda istina bo'ladi. Lekin biz данный vkladkasini mana проверка данных da bilamiz. Bu yerda другойga formula yozishimiz kerak. Bu yerga yozganimizda bu formula faqatgina bizda ложь qiymatini qabul qilish kerak. Ya'niki ложь bo'ladi va shunga asosan bizdagi shart, ya'niki ma'lumot kiritishda bizga cheklovni chiqarib beradi. Shuning uchun bu formulani biz hozir teskarisiga ishlatib olamiz. Ya'ni bu yerda buni deylik 13 dan katta holatini beramiz. Mana bunday tartibda hammasi ложь bo'ldi hozir va endi buni teskarisiga aylantirib qo'yishimiz kerak. Buni hozir natija ko'ringandan keyin yana ham to'liqroq tushunchaga ega bo'lasiz. Bizda ne funksiyasi bor. Ana shu funksiya yordamida mana mantiqiy ifodani beryapmiz. Ko'rsak, mana bizda hozir hammasi joyida istina, ya'niki guruhma-guruh biz yozib borayotganimizda istina qaytarilyapti. Qachonki biz 12 tadan ortiq ana shu guruh tartib raqamini yozganimizda bizga ложь qiymati qaytarib beriladi. Deylik, keling hammasini birinchi guruhga yozib boramiz. Va bu yerda hozir keling buni ham yozar ekanmiz. Mana jami hozir bizda bo'lyapti 14 ta. 14-ga o'tganda уже bizda ложь qiymatini qaytaryapti. Keling biz 12 ta bo'lganligi uchun mana bu yerni 12 qilib qo'yishimiz kerak ekan. Mana bunday qilamiz va buni o'chirsak ham hozircha ложь bo'lish kerak bizda. Mana hozir 12 ta guruh bo'lganda istina 13-chi deylik guruh tartib raqamini yozishimiz bilan bizda hamma ana shu qatorga mos keluvchi qiymatlarimiz ложь bo'lib qolyapti. Endi mana shu funksiyamizni, formulamizni demak, данный vkladkasiga qo'llab qo'ysak
kifoya bo'ladi. Buning uchun ana shu shart tatbiq bo'ladigan umumiy mana guruh ustunimizni belgilab olamiz. Va uzr, mana bu yerda birinchi hozir formulamizni ko'chirib olishimiz kerak va buni umumiy holatda tortib olib, данный vkladkasida другой va formula bu yerga qo'yamiz. Va bu yerda ko'rsak, bizda остановка bor. Mana сообщение ошибка haqidagi сообщение chiqqanda bizda остановка bo'ladi. Bu yerda turli yo'nalishlar bor. Сообщение chiqishi, bizga ogohlantirish berishi yoki остановка. Bizga eng maqbuli bu остановка qilish, ya'niki 13-chi deylik o'quvchini qabul qila olmaslik, demak, shartini tanlab qo'yish kifoya bo'ladi. Okeyni bosamiz va endi keling bu yerda hozir o'chirib shunchaki yozib ko'ramiz. Hozircha mana ma'lumotlarimiz istina holatda turibdi. Yana biz o'quvchini qabul qildik va yana bitta va keyingi o'quvchini qabul qilmoqchi bo'lsak, bizda mana ma'lumotlarimiz o'zi loj holatiga o'tyapti. Ya'ni 13-chi o'quvchiga o'tganligi uchun lojni beryapti. Ko'zimiz orqali vizual ko'rib turibmiz bu narsani va bizdagi cheklov orqali bu narsa 13-chi o'quvchini qabul qilishga qarshilik ko'rsatmoqda. Aytmayman va ko'rsak, mana shunday tartibda biz har bir guruhga demak 12 dan ortiq o'quvchini qabul qila olmaymiz. Endi bu narsani hozir o'chirib tashlasak bo'ladi. Bizda shunchaki ham formulamiz demak proverka данных kiritilganligi uchun bevosita o'zi avtomat ishlab beradi. Va hokazo keyingi guruhlarni ham shunday tartibda yozib tekshirishni amalga oshirsak bo'ladi. Va bu yerda yana bitta nyans bor. Agarki sizda bu faqatgina 12 ta emas, doim o'zgaruvchan bo'ladigan bo'lsa, bu yerdagi mana bu 12 qiymatini bu o'zgarmas, demak, qiymat sifatida formula ichiga bevosita kiritilgan. Buni ma'lum bir yacheykaga bog'lab, uni F4 orqali fiksatsiya qilasiz va ana shu yacheykadagi deylik 12 ta emas, 15 ta bo'lishi mumkin, 20 ta bo'lishi mumkin va hokazo mana shu qiymatni o'zgartirish orqali ma'lumotlaringizni bemalol cheklangan holatda kiritish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Asosiy masalamiz mana shu edi va shunday qilib bunga biz Excelda yechim topgan bo'ldik. Buguncha shular. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat.